eng yomon odamni ko'rsataman. Harakat qilaman. Shu poxodni qisqacha bo'lsa ham mana Toshkentga ham yetib kelib oldik. Nimani? 90 emas, hali 90 ta yo'q. Yo'q, 90 ta. Oldimizga yana bir kishi sig'adimi ekan? Akalar, haqdagilar. Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, obunachilar. Bugun 17-may, ertaga Toshkentda poxod, ya'ni barberlar hamma yig'ilib sayr bo'ladi. Xudo xohlasa bugun sekin yig'ilib ketyapmiz bolalar bilan. Hozir mashinani kutib turibman. Farg'onadan bolalar kelish kerak, yaqin tanishlarimiz, birodarlarimiz. Sekin hammamiz yig'ilib Toshkentga qarab yo'l olamiz. Bu videoni yozishimdan sabab balki kimgadir qiziq bo'lar, kimgadir qiziq bo'lmas. Harakat qilaman shu poxodni qisqacha bo'lsa ham yoritib, chiroyli qilib shu kanalimizga joylashga, interesna bo'lsa dalshi ko'ringlar oxirigacha. Xudo xohlasa kimgadir qiziq, kimgadir manfaatli, foydali joyi bo'ladi. Sekin biz endi bolalar kelsa yo'lga chiqamiz. Xudo xohlasa manfaatli, foydali bo'ladi. Sizlar ko'rishda davom edinglar. Poxodga ham bosdik. Operator avval o'rsan. Mana shuni ehtiyot qilib qo'yasizlar, nimasi bor? Tovoq bor, shuni tiqamiz. Endi poxodga ketyapmiz. Xudo xohlasa dalshi oxirigacha ko'raverasizlar. Bag'i qiziq bo'ladi bundan ham. Mana Xudo xohlasa biz Oltiariqdan chiqdik. Oltiariqda mana sekin yo'lga chiqib mashinada shogirdlar bilan Jonibek aka boshchiligida ketyapmiz. Shogirdlar hammasi. Omad hammaga. Hammaga omad. Xudo xohlasa protestlarni sekin ovqatlanganimiz hammasini qo'yib sizlarga qiziqarli qilib ketaveraman. Ko'rib boraverasizlar. Orqasini ochamiz hozir. Xullas biz yo'lda davom etyapmiz. Sizlar dizayni patrlab oldik endi. Sizlarga yoqimli prosmotr ko'rib boraveringlar. Ketdik. Dalshi bo'lishi. Hoji akam qayerda qarasang yeb ichor bilan band hoji akam işte yeydi ichadi hoji akam. Shogird. Ha hoji aka? Noklarmi? Yana noklarni qarang. Hoji aka. Nimalar oyapsiz? O'ta mana narsalar sotyapti. Bitta tushib moslashib oldik o'zimizda. Endi Xudo xolasa bag'iga dakansa gaz. Mana Toshkentga ham yetib kelib oldik. Jonibek aka ijodda har doimgidek jami bizga tashabbur berishibdi, kirib ketdi. Protsess jamani joyi. İşte shogirdlar yonlarida. Mana tushunyapsiz. Ba'zi masala u naqd boshqa narsa o'zingizsiz naqd kelib bitta sanasangiz. Ha, berasiz dedingiz misol siz o'zingizdan narsa so'rda sotuvga olasiz. Mana masala ertaga misol naqd bo'lsa-ku 5000, 4000 ziyoniga nafasiga olganlar. Dizaynlar cho'tka qilib qo'ygan. Menga yoqdi. Dizaynlari вообще огонь. Красавчик. Nima deymiz endi? Xudo xolasa ertaga poxod, sekin poxodga qarab yurish qilamiz. Bugun borib bir ozgina gostinitsada dam olib, yo'lda uzoq keldik, baribir yuvinib netib degandek. Aytlardi ham qiziq bo'lib qolsa, protsessga qo'shib yuboraman. Prosta meni yuzimni ko'rib, zerikib qolmanglar deb qisqacha lavhalar qilib olib beryapman. Kechqurun bu Toshkentdagi mehmonxonamizni obzor qilib ko'rsatib qo'yaman dedim. Charchab esda uxlab qolibmizmi? Xullas biz mana shu yerda orom oldik bugun. Endi sekin Xudo xolasa yurish qilamiz. Mehmonxona ham hoji akam gaplashgan ekan, o'zi Toshkentda eng nomer 1larni gaplashdi-da.
Вообще bomba. Mana buni kartimiz. Ha, o'sha yerda edi aka. O'sha yerda. Eshikni yopib chiqib qoladi. Labirint ekan o'zi. O'ngga, chapga. Adashib qolmasangiz bo'ldi. Hozir bizga shunaqa demasa bo'ldi. Aytganimdek adashib qoladigan joy. Qayerga qo'yasan mana videoni desa, Instagramga qo'yaman dedi. Instagramim bor, 8 ta obunachim bor dedi. Qandalar? Ha, lift chetda ekan hali. Chetda chiqdik. Yur, Messi sen. Chiq Messi. Ammo o'zi ham bitta futbolni komanda bo'ldik-da. Futbolni 11-etajdan tushyapmizmi hozir? Ha, bizniki 11. Endi bolalar ham kutib qolmasin, tezlatyapmiz. Mana soat bag'iga 7 bo'ldi. Yarim soatda yetib borsak ham bitta ko'pichani ichib chiqamiz aka. Chiqamiz. Assalomu alaykum. Nimani? Xona. Ha, xonamiz 325. Hammami? Hammamizdan 4 kishilik xona ekan. Bugun endi shu yerda bitta yengil zavtrak qilamiz. Shvedskiy stol, xudo xolasa. Hoji akam boshchiligida. Xudo xolasa zavtragimizni qilib olib, qolganini dalshi olib boramiz. Do'stlar, YouTube kuzatuvchilari, уже 90 emas, hali 90 ta yo'q. Yo'q, 90 ta endi kelsa. Bir 70 tacha bor, yana 20 ta odam kelyapti. Chiqishni boshladik. Mana bolalar tepada, уже nechtadir odam sostav. Остальной массовый odam mana orqada. Уже sartaroshlar og'ir ish qilmaganimizga eng og'iri shu fen bilan mashinka. Yo'q, alga borgan bo'lmaganlar bilinib qolyapti dengda. Ha, bo'ldi shunaqa. Trenirovka bo'lyapti. O'sha 200 metr tepaga ko'tarildikmi, yo'qmi? O'sha qansiradik. Sizlar kuzatishda davom etinglar. Bu yerda atmosfera zo'r, odamlar hamma yangi. Shuning uchun to'g'risi kamera ko'tarib yurish uncha qiziq bo'lmayapti. Qiziq joyini olib ketaveraman. Shu atmosferadan kayf qilgisi kelyapti odam. Mana sizlarga hozir dunyodagi eng yomon odamni ko'rsataman. 100 kishini qiynab shaqa olib chiqdi 5 kilometr tog'da. Hamma qansirab, terlab. Lekin qiziq bo'lyapti. Xudo xolasa mana shunaqa chotki moshina joylar qilishibdi. Ko'rsatib qo'yay. Mana yoshi kayf. Bu yerda mangallar bor. Nimalar, уже nima deydi, kosmetikalar. London Grooming, Salomon. Bularda скорее всего prezentatsiyasi bo'ladi, tushuntirib beradi qanaqa qilish kerak. Kim kosmetikani bilmasa, kosmetikani tushunmasa, уже mana shu yerda xudo xolasa ulardan ko'rsatishadi. Juda ko'p odam kelgan. Hozir yana chiqishyapti. Mana Alixan, hamma shu yerda Shax, Dilmurod aka, hamma kontent olish bilan band. Evet, mana yerda уже ovqatlangani ham xudo xolasa joylar bor ekan. Shu kayf. Bu yerda mana organizatorlar o'zlari o'tirib, spikerlarimiz. Xullas kayf. Kelmaganlar achinadi. Mana Salomon kosmetikasi, London Grooming aytib o'tganimdek tushuntirib berishadi. Xudo xolasa kim kosmetikani tushunmasa, shunaqa ma'lumotlar ham berilar ekan.
like. Hammaga manfaat. Sizlar ko'rishda davom etinglar, nima deyman endi sizlarga. Kelmaganlaringdan shunaqa bo'ladi. Ko'rasizlar. Kelganlaringda живой ko'rardilaring. Bo'ldi, biz endi shuni hazm qilamiz, endi shu informatsiyalarni o'rganamiz, tushunamiz, fikr almashamiz. Sizlar kuzatinglar. Yettinchi oldimizga ham yana bir kishi sig'adimi aka? Akalar haqadagilar. Bismillah kamashta. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hurmat qilib bugungi o'sha yig'ilishimizga kelgan. Bizda ham qizg'in ketyapti, bolalar savol javob qilyapti. Uje ovqatlandik, obed qildik, u qismlarni olmadim. Nodir akam. Nodir akam birinchi bo'lib qo'ying. Ben 3000 topolma endi nima qilishim kerak edi? Ben borganimda boshqacha edi o'zi topishadi. Hozir o'zi 3000 ni darajaga yetmadi. Ben nima qilay? Kerak o'rganish yana. Xuddi shunaqa sizga ham o'zi kerak. Lekin men uyda oldidan taxlaganman mahallani ichidan. Yo'q uni. Chiqish shart emas. Agar siz o'zingiz joyi ham shu joyi ham aka. O'sha oldingi joy. Farqi yo'q uni aka. Joyda qizig'i yo'q deyapti. Men gazal kentda soch oldirgan keladi aka menga. Toshkentda. Ha, chiqish shart. Qarang. Joyi farqi yo'q. Zo'r ish qilish kerak bo'ldi. Shuni bilmoqchi edim. Joyi farqi yo'q. Ha, komiljon? Maqros bolalar savol berish uyalyapti, qiziqyapti. Qanaqa vyuzdga chiqish sistemasi, qanaqa ko'tarish, qanaqa narx qo'yishlar haqida. Xo'p, ko'pchilik sartaroshlarning muammosi bor. Bu qanaqa desa, berganingizni beravering deydi. Ikki shifra pochib ketadi. Pul beradi. Berganingizni beravering deydi. Bu bizani ishimizga o'tmasligimizni omillar